Yorqin, ko'rkam va bejirim o'zbek matosi Xon Atlasning go'zalligini namoyon qilish, uni ommaga yanada targ'ib etish maqsadida Xon Atlas Fest 2022 poytaxtimizda bo'lib o'tmoqda. Bir necha ming yilliklar oldin yaratilgan Xon Atlas butun dunyo moda olamiga ilhom bag'ishlayotgani hech kimga sir emas. Balenciaga, Gucci, Roberto Cavallining yuqori modasi, Zara, H&M'ning mass marketi va hattoki Hermesning idishlar kolleksiyasida ham Xon Atlasning tasviri tushirilganiga tez-tez guvoh bo'lmoqdamiz. Samarqandingga yor bo'layin, Chorbog'changga yor gul bo'layin. Samarqandingga yor bo'layin, Chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam ko'rsa yor bo'layin, olsang bergin bilaguzugimni. Odam ko'rsa yor bo'layin, olsang bergin bilaguzugimni. Xon Atlas festivalimiz keng masshtabda o'tyapti. Bugunning o'zida 300 ta qizimiz egnalarida Xon Atlaslarni kiyib paraddan o'tishdi va chiroyli konsert dasturimiz bo'lib o'tdi. Hozirda esa ko'rib turganingizdek 10 ta dizaynerlarimizni Xon Atlasdan tikkan kolleksiyasini namoyishi bo'lib o'tyapti. Bilasizmi, ushbu kolleksiyamning yarmi eski, yarmi esa yangi. Ya'ni bu yerda ham onajonlar uchun ham bolajonlar uchun liboslar kolleksiyasini namoyish etdik. Bolajonlarning kiyimini juda ham oz muddatda tikib ulgurdik. Qolgan yarmini esa men Moskva shahrida Moda Rossiya modalar festivalida namoyish etgan edim va oltin statuetkani g'olibi bo'lib birinchi o'rin olgan edim. Xon Atlas mavzusi bo'lgani uchun aynan mana shu kolleksiyam juda ham mos tushadi degan fikrda namoyish etdik. Я очень люблю рассказывать эту историю, когда в 1937 году была всемирная выставка в Париже, и туда приехала Тамара Ханум, она была в национальном великолепном костюме. И за ней буквально ходили толпы, даже видавшие виды парижане, и то удивлялись красочности этого Хон Атласа, уникальному золотошвейному халату, камнокашу, который был у нее на голове. И вы знаете, она устала от этого внимания, и она решила поменять это на европейскую одежду. Но когда она пришла в один из магазинов на Елисейских полях, там выстроилась целая очередь, чтобы купить именно ее наряд. Попробовать, одеть, купить. И вы знаете, она после этого попросила, чтобы европейский костюм ей положили в коробку, а гордо ушла в своем национальном костюме. Har yili xuddi shu kuni 29-sentyabr kuni Xon Atlas kuni bo'lib o'tadi. Bu Xon Atlas kunini Xon Atlas festivaliga aylantirdik biz. Hamma bog'cha, maktab, institutlarda xuddi shu kuni hamma Xon Atlas kiyib yuradi. Shu urfga aylanadi. Soy bo'yida yor turgan yigit, ochiq ko'zi nosuzgan yigit. Soy bo'yida